Avtomatlashtirish bugun sizni ehtiyojingiz emasdir. Bugun siz qog'oz ruchkada hisobingizni olib yurgandursiz, yaxshidursiz, lekin ertadan keyin eplolmay qolasiz. Bu o'zgarish meni hayron qoldirdi. 2007-yilda dunyoga mashhur Apple kompaniyasi o'zining dastlabki iPhone brendi ostidagi telefonlarini ommaviy e'tiborga havola qildi. Lekin e'tiborli jihati shundan iborat ediki, bu telefonlar sensor yordamida boshqariladi. Lekin dunyo telefon bozorining 80-90% ulushi aynan shu davrda maxsus tugmali telefonlarga to'g'ri keladi. 2025-yil holatiga kelib, dunyo telefon bozoridagi 80-90% telefonlar savdosining ulushi sensorli telefonlarga to'g'ri kelyapti. Bu degani, o'sha davrdagi Apple kompaniyasi boshqaruvidagilarning kelajakni ko'ra bilishi bugungi zamondagi telefon bozoridagi ulushini belgilab bergan. Bugungi kunga kelib, biz foydalanuvchilar hayotimizni telefonlarsiz, nafaqat telefonlarsiz, balki ekran orqali boshqariladigan telefonlarsiz tasavvur qila olmaymiz. Salkam 20 yil muqaddam Apple kompaniyasida ishlab chiqaruvchilarning kelajakni ko'ra bilishi bugungi telefon bozoridagi mavqeini belgilab bergan desak adashmaymiz. Bu ma'lumotlar bilan nima demoqchiman? Sizni biznes boshqaruvidagi hozirgi tizimingiz bugungi kun uchun optimal holatda ko'rinishi mumkin. Lekin ishonch bilan shuni ayta olamanki, yaqin kelajakda kichik bizneslarni ham avtomatlashtirilmagan holatda boshqarish bu faqatgina bizning zararimizga ishlashi aniq. Bir so'z bilan aytganda, biznesingizni avtomatlashtirishni bugundan boshlang va bu vazifani BDM IT kompaniyasiga ishonib topshiring. Shu va shunga o'xshash foydali ma'lumotlarni kuzatib borish uchun sahifamizga obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.